636 million ekonom qildi Texnopark 6 oyda. Interterminal 7 oyda 746 million ekonom qilib qoldi. Agroexchange Shahrisabzda qo'ygan 1 megawatt 4 oyda 456 million so'm davlatda ishladi. Bular tok sotadi, rostmana. Kimda kim kerak bo'lsa, shunaqa xizmat SG Energy'ga murojaat qiling, eng yuqori sifatida, eng yaxshi texnologiyada sizlarga bajarib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Qahvali suhbatda bugun yana bir qardoshimiz mehmonga kelgan. Qirg'iz xalqi vakili, ya'ni O'zbekiston qirg'izlarining vakili, jamoat faoli Sherali Berdiyev. Sheralijon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat o'z. Sheralijon Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Dardoq qishlog'idan mana bizni qardosh xalqimiz, qadrdon aka xalqimiz, qirg'iz xalqining bir vakili sifatida Sherali aka, Sheralijon bizga taklif bildirdilar va biz taklif qildik. Sheralijon, albatta qirg'izistonlik hali mehmonlarimiz ko'p bo'ladi, xudo xolasa. Inshaalloh. Va O'zbekistondagi qirg'izlarning umuman tarixi, O'zbekistondagi qirg'izlarning joylashuvi, ularning urf-odatlari va albatta biz uchun qiziq, begona xalq emasmiz, qardosh, aka xalqmiz. Sheralijon, mana siz O'zbekistondagi qirg'iz xalqining vakili sifatida umuman qirg'iz xalqi bizni, ya'ni sizlarning vatanlaring, bu hammamizning vatanimiz. Mana shu narsani yaxshilab shu tomoshabinlarga yana bir marta aytib o'tib ketaman. O'zbekistonda yashayotgan barcha millat va elatlarning vatani bu. Ya'ni falonchi bu faqat o'zbeklarniki yo tojiklarniki emas. Bu yerda hamma xalqlar mana shu yerda yashaydi azaldan. Hatto mana bu yoqqa kelgan ruslar ham o'zimizniki kerak bo'lsa, ukrainlar ham, nemislar ham bor bu yerda. Ular hammasi bizning vatandosh, bizning o'sha mamlakatimiz fuqarosi, teng huquqli fuqarosi hisoblanadi. Shu narsani hech qachon unutmasligimiz kerak. Va qirg'izlar ham va boshqa xalqlar ham mana shu yerda ming yillardan beri yashab keladi. To'g'ri, balki keyinroq kelgandilar. Endi bu yer u endi chuqur masala, tarixiy masala. U yerga kim qachon kelgan, qachon kelmagan, u hammasi bu tarix. Uni u bir nima bermaydi, hech bir xalqqa ustunlik bermaydi. Men 3000 yil oldin yashaganman yoki 2000 yil oldin yashaganman deyishni o'zi ahmoqgarchilik. To'g'ri. Bilmaymiz, biz Xudo biladi, balki bizning qonimizda bilmaymiz-ku, fransuzning qoni bordir balki, nemisning qoni bordir. Shuning uchun Sheralijon, sizni mana shu studiyada ko'rganimizdan juda xursandmiz. Rahmat. Sheralijon, birinchi savolim shundayki, bugungi kunda qirg'izlar asosan vatanimizni, ya'ni O'zbekistonni qaysi hududlarida ko'p joylashgan? Va asosan qayerlarda yashaydilar? Assalomu alaykum. Endi qirg'iz tilida aniqlamiz. Albatta. Assalomu alaykum. Hurmatli mekandoshlar, men hozir domla aytganday Andijon oblasining Qo'rg'ontepa rayonining Dardoq ayrimdaman. Urug'im Qangdi, bizda urug' aytiladi-da. Albatta. Ichkilikni Qangdi urug'idanman. Tegim Chiraqtamga. Bizda shular narsa bizda hisobga olinadi-da. Bizda hozir ham bor. Bizda ham urug'chilik, faqat sizlarda emas, bizda ham. Bizda imminni bizda shu narsa bizda so'raydi, 7 otangni deydi, shunday narsalar bor. Bizda endi hozir O'zbekistonda eng ko'p yashaydigan etnikali qirg'izlar eng ko'p yashaydigan bu Andijon viloyatida. Andijon viloyatida sharqiy hisoblanadi. Shu yerda eng ko'p va eng ko'p maktab bor. 24 ta maktab joylashgan. Buni 24 ta maktab o'zi respublika. Endi men respublika deya olmayman, anaqa qilmaysiz. Jumhuriyatda, O'zbekiston Jumhuriyatida 56 maktab bor, qirg'iz maktab bor. 56 ta qirg'iz maktab bor. 24 tasi Andijon oblasida joylashgan. Jizzax oblasida 13 maktab bor. Shuni men o'zi surishtirganimda 13 maktab bor. Andijon oblasida rasmiy qirg'iz madaniyat uyini rasmiy aytgan 223 ming qirg'iz bor degan. 200 Andijon viloyatida rasmiy 223 ming qirg'iz bor. Lekin Sheralijon, shu yerda men sizni bo'lmoqchiman. Men tanishgan statistik ma'lumotlarda, endi balki meniki sal xatoroqdir, balki sizniki to'g'riroqdir.
O'zbekistonda jami 545 ming qirg'iz xalqi vakili bor ekan, 545 ming. Shunday ya. Yarim milliondan oshiq ekan O'zbekistonda. Va Andijon viloyatida 400 ming deb berilyapti. Bu rasmiy. Men Siz rasmiy ma'lumot. Men rasmiy ma'lumotni aytyapman sizga. U Qirg'iz madaniyat uyi markazining raisi 223 ming dedi deb aytdi. O'zim so'radim, shaxsan so'rasam shunaqa dedi. Lekin shunday ma'lumotlar bor, 400 mingdan 700 minggacha deyiladi. Andijon qirg'izlari deb. O'zi bu sal boshqacha. Andijon o'zi Farg'ona vodiyida, Qo'qon xonligida 3 ga bo'linganda qirg'izlar o'zi. Endi tarixda sal ozgina qilsak, Oqsi qirg'izlari bu hozirgi Namangan va mana bu Oqsi tumani, hozir Qirg'izistonning Olabuqa Namangan. Oqsi qirg'izlariga Chortoq, Bo'stonliqlar ham kirib ketadi. Toshkent o'zi etnikalik bo'yicha Oqsi va Andijon qirg'izlari, bu Andijon qirg'izlarining yana bitta naqasi bor. Cho'qay Valixonov kitoblarida ham yozilgan. Andijonning adirlarda yashaydigan qirg'izlar deyilgan. Buni Sebey qirg'izlari deyshadi o'zi. Sebey, men shuni aytmoqchi edim. Sebey qirg'izlari deydi. Buni Sebey qirg'izlari deydi. Nimaga Sebey desa, 3 yulduzli deb shuni aytishadi. Bu tarixda shunday bor. Hozir ham keladi. Endi hozirgi ko'pi bilmasligi mumkin, lekin bu narsa avloddan avlod bor. 3 yulduzli Sebey qirg'iz deydi. Sebey qirg'izlari. Olay qirg'izlari bu, Olay qirg'izlari. Mo Batken, hozirgi Farg'onada, lekin Farg'onani ko'pini Qipchoqlar deydi. Qirg'izlarda Qipchoq, Farg'ona Qipchoqlari ham deyshadi. Bu o'sha Qo'qon xonligidagi Qipchoqlarmi? O'sha Albatta, albatta. Xudoyxon qirg'ini paytida hozirgi Andijon viloyatining Izboskan tumanida Izboskan poytuxt deb qo'yadi. O'sha yerda ko'p Qipchoqlarni qirgan. Ya'ni Toshkentda ham boshqa joylarda ham qirg'in bo'lgan-ku, shunday bo'lgan. Albatta, hozirgi Oqqo'rg'onda ko'p anaqa bo'lgan deyshadi. Men aniq yillarini bilmayman. Shunaqa deyshadi. Shunday. Keyin Toshkent viloyatida Parkent tumanida bor. Parkent tumanida. Qirg'iz ovul bor, o'zi eng ko'p yashagan qirg'iz ovul bor. Keyin Kumushkon degan yer qishloq bor. Kumushkon, Sapxoz deb qo'yishar, shu yerlarda bor ekan. Sapxoz deyshar ekan. Men so'raganda Sapxozdamiz degan. Keyin Oqqo'rg'onda bor. Oqqo'rg'on tumanida hozir esimdan chiqdi, qaysi qishloqlarning ismi chiqdi, to'g'risini. Mana Sheralijon, men mayli statistika bilan tanishtirib ketay. Andijon viloyatida 400 ming berilyapti, Farg'ona viloyatida 71 ming atrofida deyilyapti qirg'izlar Farg'ona viloyatida. Shuningdek, Namangan viloyatida 22 mingdan oshiq ekan, 24 ming. 24 ming atrofida va Jizzax viloyatida 40 ming berilyapti. Asosan Zomin, G'allorol, Zominda ko'proq. Zomin, Baxmalda, Do'stlikda bor. O'zi asosan Do'stlikda deb savxoz deydi ekan-ku. 25-26 savxozda qirg'izlar ko'p deyiladi. Va bizning Sirdaryo viloyatida bor, mana 7-savxoz, 7A degan. Sardobada bor, Sardobada qirg'izlar. Shunday bizda O'zbekistonlik Tug'anda degan Telegram kanal bor. Shunda so'raymiz. Shunda bor. Biz Sardobadamiz deydi. Men rasmiy 23 ming dedi. Sirdaryoda 23 ming qirg'iz bor dedi. Sirdaryoda 20 mingdan oshiq deyilyapti, lekin aniq qanchalik? Yo'q. 23 ming atrofida. 23 ming degan 21-yilgi anaqasi bo'yicha shunday. Demak, mana shu 400 jami 545 mingdan oshiq deyilyapti. Endi bu faqat o'rtacha olingan hisobotlarida bu shunday. Balki ko'proqdir. Balkim ko'proqdir. Andijon viloyatida asosan Qo'rg'ontepa tumanida mana Kandi, Darda, shunday. Bashtut, Qizilto'qay, Ozod, Namuna, Chiroq Tamg'a, Dardaqtepa, Manas, Mukur degan qishloq bor ekan. Yortibosh, Eshonobod, Oxunboboyevda bor ekan, Oltinsoyda, Sutkonda, Qo'shtepada, ijtimoiyatda, madaniyatda, Ashqaltepa degan joylaring bor ekan. Bor. Yangiobod bor, Qarasadak. Qayerdan topdish? Endi biz ishimiz shuda. Biz kovlab, tarixchilar kovlab topamiz-da. Shunday. Shuningdek, Jalol Quduq tumanida bor ekan, mana Abdulla Bi. Men Bolgariya degan joy bor ekan, shunga hayron qoldim. Bolgariya bu Bolgariya degan men sizga aytsam, u kolxozning nomi bo'lgan. Bolgariya ilgari SSSR paytida
Adirda bog' qilingan. O'zi buni Bolgariya emas, o'zi buni Adir 2 ga bunday qilinganda, haligi Elbrus cho'qqisiga o'xshab. Shuni buni Bolgariya ko'pi bizda endi til Bolgariya o'zi u Balkariya. Balkariya. Eskilar aytadi Balkariya. Bu Elbrus cho'qqisida yashaydigan Qarachay balkarlar. 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 Bolgariyaga aloqasi yo'q. U yerda deportatsiya qilganda shu balkarlar shu Adirda bo'ldi. uzumchilik qilib, bog'dorchilik qilgani uchun shunday u yerda kolxozning nomini Balkariya. Bizda endi Bolgariya deb qo'yishadi. U yerda ham qirg'izlar yashaydi. To'payil degan qishloqlar bor, Jalaquduqda. Turma degani bor ekan. Birlashgan, Yorqishloq, To'payil, To'payil. To'payillar, Janubiy Olamushuk. Yujni Olamushukdagi qirg'izlar u yerda endi qirg'iz maktab yo'qligi uchun o'zbekcha gapirishadi. Keyin endi baribir oilada bor, albatta. Anaqa to'ylariga bordik, borsak saqlab qolingan. Qo'y so'yladi. Odatlar o'sha, lekin muloqot o'zbekcha. To'ylarda bizda do'pima, bizda qolpoq kiyadi. Bizning urf-odatlarimizda o'limlarda qolpoq kiyiladi. Ehson bizda Xudoy qiladi deyshadi. O'zbekcha ehson deyiladi. Bizda Xudoy qilyapmiz deydi. Shularda bizda har doimgidek qolpoq kiyadi bizda. Urf-odatlarimizda qolpoq kiyiladi. Men bir do'stim kelgan edi Xorazmdan. Biz to'yga kelganda, kelsa, men Qirg'izistonga keldimmi degan edi. Nega unday desan desam, bu yerda hamma qirg'izlar o'xshaydi deganda Qo'rg'ontepaga ko'rsatgan ekandim. Bog'imizda bizda muammo yo'q. Endi siz bizda aholimizning 45% deyiladi. Shu eng ko'p O'zbekistonda eng ko'p yashaydigan bu Qo'rg'ontepa va Jalaquduq. Jalaquduq tumanlarida eng ko'p yashaydi. 400 ming qirg'iz bo'lgandan keyin Andijonni deyarli 5 dan biri bo'ladimi shunda? Deyarli 3 million 300 ming, 3 million 300 ming. 6 dan birida, har 6 tadan bittasi demak qirg'iz ekan Andijonda. Endi qirg'izlar tog'li hududda yashaydi. Asakada ham qirg'izlar yashaydi, Asaka tumanida yashaydi. Asakada Qandi degan qishloqlari bor. Shuni so'ramoqchiman-da, mana endi bu yerda hech qanaqangi bir yomon bir haligi nima yo'q, fikr yo'q, faqat Sheraljon, men har doim hayratda qolaman. Eng tog'ni so'lim joyda qirg'izlar bo'ladi. Nimaga shunday tushunmayman. Mana Zominga borsak ham eng zo'r joyda qirg'izlar, vodiyga borsak ham tog'ning eng zo'r joyi. Shunday. Bu ham tarixiy bir nimadanmikan? Biz tog'da yashaymiz. Bizda chorvador bo'lgani uchunmikan u xalq? Mana sizga hozir men gapni sal uzoqroq olib kelay. Bizda ko'chamizdan chiqsangiz Adirboda Qirg'izistonda tog' ko'rinib turadi. Biz endi maktabda biz Qirg'izistonni olib kelgan, bizning sinfimizda, endi biz qirg'iz maktabida o'qiganmizda, sinfimizda 10 ta bola, 10 ta qiz yashar edi. Bolalarga bitta alifbe kitob, qizlarga bo'lsa bitta alifbe kitob bo'lardi. Biz shuni bir kun bir kun sherigim bo'lib o'qirdik biz alifbe kitobini. Kitob qadrini biz bilamiz. Bizim mana bu biz anaqalar 2006-yildan keyin O'zbekistondan qirg'iz kitoblar kelgan. Ungacha biz Qirg'izistondan olib kelgan kitoblar o'qiganmiz. Kitob bizda bitta sinfda 4 ta, 5 ta kitob bo'ladi. Undan kitob bo'lmagan. Biz aytardik, biz nimaga biz Alato deb aytardik. Biz Alato yo'q-ku desa, Adirda ko'rsatar, "O, bu tog'ni ko'rdingmi?" dedi. Cho'qqin desa, ana shu Alato derdi. Meni bobolarim shunaqa deb katta qilgan. Buni ko'rsak, u yozdan, qishda ham tog' bo'lib, qor oppoq bo'lib turadi. Mana shu Alato derdi. Balkim bu sal anaqa bo'lmasin, bizga shunday anaqa qilingan. Biz Vatan tuyg'usi degan kitob bizda Mekin sezimi deb shunda qilinardi, tarjimasi bor edi-da. Shunda Atamekan O'zbekiston deb Alatovim qaydasin deb endi hozir esimdan chiqdi, shundagina biz shuni ko'rsatgan, amakim ko'rsatgan. Mana bu biz Alatovimiz derdi. Shunday bo'ldi. Hozirda endi urug'larga kelib chiqaylik, bizda urug' aytiladi. Urug' qilinadi. Bizda Qo'rg'ontepa tumanida ichkiliklar ko'p o'zi. Ko'p ichkilik bizda bilsangiz 3 ga bo'linadi. O'ng qo'l, so'ng qo'l ichkilik bo'linadi. 3 ta toifa anaqa bo'linadi. Qozoq birodarlarimiz ham 3 ga bo'linadi.
katta juz, o'rta juz, kichik juz bor. Bizda ham shunday. Sizlarda ham shunday. Shunday. Bizda uchala narsada ham bor. O'ng qanotda munduz bor, qandi bor, qipchoq bor, qidirsha bor, teyit bor, bo'ston bor, nayman bor. Naymanlar bor, bizda bor. Keyin qora sadoq degani bor. Hozir qishloq nomini aytdingiz-ku. Hozir bizda u yerda yangi yer deb qo'yishadi. Eski nomi qora sadoq, ko'chalar nomi ham qora sadoq. Eng eski urug'lardan biri qora sadoq. Bizni qondimiz. Bizni qondi deydi. Biz qondimiz. Urug'larda masalan katta kichik farq bormi? Son bo'yicha yo masalan katta urug'da edi, kichkina urug'? Yo'q, bizda unday emas. Deyarli teng. Teng bizda. Teng. Lekin mana narsa bor. Men o'zim urug'imdan qiz ola olmayman. Men bera olmayman. Boshqa urug'dan olamiz. Shunday bizda qozoq birodarlarimizda ham shunday ekan. Bu endi yaxshi, bu o'zi nima deydi, qon almashish kerak u. Shunday. Shunday. Yaxshi emas deyishadi. Shunaqa. Keyin to'ylarimiz. Shuni so'ramoqchiman. Umuman o'zi odatlaringiz qanday? Bir urf-odatlaringiz, milliy urf-odatlar o'zi qay darajada saqlangan va bizning o'zbeklarniki bilan qaysi taraflar o'xshash, qaysi taraflarda tafovutlar bor? Bizda aytaymi, to'ylarimizda birinchi qalin puli bizda qimmat. Bizda to'y qancha masalan? Mana bizda hozirgi pulda. Hozir ochiqni aytaveray. Bizda haligi bizda narsa bor. O'qigan qiz bor, o'qimagan qiz bor deyiladi-da bizda. Qimmati bor, arzon. Shunday. O'qimagan qiz bo'lsa $1000. Deya, ana sizga. Endi balkim yo'q, unday emas, balkim arzonda deyish mumkin. Endi bu simvolishda, ramziy. Ramziy. Buni endi albatta bir sotib olish emas. Yo'q. Ramziy ma'noda. Ramziy ma'no shunday. Ena sutiga alohida beriladi. Bu alohida. Ena suti alohida. Qalin pul alohida. Keyin bizda shu mebel, idish tovoqlar biz hammamiz o'g'il bola ko'taradi. U yaxshimi? Bizda ko'tariladi. Ayolnikidan, qiznikidan olish mumkin emas aslida. Kiyimlarni ham hammasini bizniqon. Qishki kiyim, yozgi kiyim degan hammasini biz erkak o'g'il bola qiladi bizda. Qiz tarafdan nima keladi? Parda keladi. Faqat parda. Parda keladi, shu to'rtta kiyim keladi. Yo'q, mebellar bizda o'g'il bola qiladi. Mana haqiqatan bizda shunday narsa. Biz imенно bizni tumanimizda shunday. Balkim Jalaquduqda ham shunday. Biz lekin Xo'jobod tumanida, Asaka tumani bor, Buloqbosh tumanlarida to'g'risi bilmayman. Ularda ham shunday bo'lsa kerak. Shunday bo'lish kerak. Men bilishimcha shunday. Mana biz Zominda ham bizga o'qigan kursdoshlar ham bo'lardi. Endi shularda ham shunaqa edi, adashmasam. Menga to'yga taklif qilishdi, Muzbuloq dedim-ki sizga. Muzbuloqda suraganni bizniki bilan bir xil. Bizda kelin salom bo'ladi to'ylarimizda. Kelin salom bo'ladi. Toshkentdagi qirg'izlar bo'lsa, bu mana Parkentdagilarmi? Parkentdagi qirg'izlar, Bo'stonot ularda betochar bo'lar ekan. Ular qisqa qozoqlarda betochar deb qo'yadi. Ular qozoqlarga yaqinroq uchun shunday. Bekoboddagi qirg'izlar bo'lsa, ular betochar qilar ekan, bizda kelin salom qiladi. Farqi shu. Yo'q, qalin pulini aytmadingiz-ku, qimmatini. O'qigan mana endi gap bu yerda o'qimishli degan endi qo'lidan hunari bor, shunaqa qizlar o'qiydi degani biyilga anaqani aytay, biyil $2000 boshlanadi. O'rtada endi sevgi muhabbat rol o'ynamaydi u yerda. Niye farqi yo'q? Yo'q, endi unisini to'g'risida bilmadim, lekin shunday. Keyin bizda olib qochish anaqa bor, hozir ham urf-odat bor. Shuni ham so'ramoqchi edim o'zi. Olib qochish urf-odat bor. Bizda uchun bir kelishuv asosida. Endi bu jinoyat emasmi masalan? Mana ko'pchiligi mana shuni oydinlik ochiqlik qilaylik. Nimaga olib qochiladi degan hamma, misol sizda ham savol bo'lishi mumkin. Shuni aytiladi, yo'q, qiz rozi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ota-onasi rozi bo'lib. Baribir. Lekin qiz rozi bo'lib turib, ota-onasi rozi bo'lmashi mumkin. Olib qochgandan keyin u qizni boshqasi olmaydi, o'sha yerda qoladi. Faqat olib kelgandan keyin u o'zi chiqimi ko'p, olib qochgandan keyin chiqimi ko'p.
qo'y berasiz unga alohida boshqa qo'y. Halol qochganing bilan tekin tushdi degani Tekin tushdi degani emas. U xuddi o'sha qalin pulni berasiz, o'shani undan berasiz. ham ko'proq bersa Un kerak. albatta. Chunki kompensatsiya berishing kerak, u moralni ushlardan. Oddiy to'yga 4 ta qo'y bersangiz, undan tashqari olib qochib kelsangiz 2 ta qo'y berasiz. Ana senga. U yana haligi ayollarda o'zining haligi kiyim-kecha latta-patta shunaqa narsalar ham bor. Savat-pavat o'sha sevet qilish kerak deydi. Endi masalan u qiz bola rozi bo'lmasa ham olib qochib ketsa qanday bo'ladi? Uni endi Umrbod haligi hayot buzilmaydimi? olib qochib kelgandan keyin, mana shuni sal ochiqroq qilaylik. Olib qochib kelgandan keyin o'sha bolaning amakisi, kenaylari, jingalari deydi bizda, jingalari kelin uyga boradi. Biz ayb ish qilib qo'ydik, bitta qo'y oladi, sevet-pavat, supu deganni olib boradi. Biz ayb ish qildik, qulchilikka keldik. Bizni o'g'limiz sizni qizingiz olib qochib ketibdi deydi. Keyin Rozi bo'linglar deydi. Keyin u yerda gaplashamiz dedi. Kattalar. Dodvoy haligi bo'lib ketdi. Yo'q, u ertasi kuni o'sha qizni kelinoy jingalari keladi. Yengalari, yangalari keladi. Jingalari kelib, xuddi siz aytganda voydod bizni qizimiz o'qitishimiz kerak edi, yaxshiligiga turmush qilishi kerak edi deb o'sha yerda o'sha xonada savdolashadi. Maslahatlashadi. Maslahat, ha. O'sha onasi, o'sha kelinaylar maslahatlashib, rozimisan? Qolishga norozimisan deydi. Ungacha hech kim uni tegmaydi. Tushunarli. Yo, masalan endi u rozi bo'lmay ketsa, keyin bu badnom bo'lmaydimi? U hech kim olmay qo'yadi deyapsiz-ku. Uni olmaydi, albatta. Unisi yomon ekan. Shunisi yomon. Endi balkim mo Qirg'izistondagi tug'onlarim balkim ya unday bo'lmashi mumkin deydi. Men o'zimni muhtim degan gapni aytyapman. Albatta. O'zimni muhtimligini aytyapman-da. Ko'pchiligi boshqacha deyishi mumkin. Sizni so'kadiganlar ham bo'ladi. Oo! Haligi men mashinasidan anaqa qilyapman-da. Endi shunisi bilan qiziqda. Shunisi bilan qiziq. Yo'q, ajoyib urf-odatlar haligi Kavkaz asirasida aytadi-ku, bu ajoyib Kavkaz odati deydi-ku. Hozir endi maslahatlashib bo'lgandan keyin chiqishadi. Kattalar chiqib, xuddi siz aytganda baqir-chaqir bo'ladi. Menga mancha pul beradi, qalin puli mancha deydi. Enasi mancha deydi. Kattaroq so'rab olsachi, berasan iloji yo'q. Berasiz, iloji yo'q. U siz aytganda bitta qizni umrini yegan bo'lasiz. Shuning uchun kelishilib qilinadi. Keyin qizni olib ketadi, biz to'y qilib olib chiqasizlar deydi. Bizda xuddi shunday. Qirg'izistonda bo'lsa, keyin to'y qilib bersa ham bo'laveradi deydi. Bizda unday emas. Bizda to'y qilib olib chiqasan dedi. Men mahallamga osh berishim kerak deydi. Men yuzim yoriq bo'lish kerak deydi. Albatta. Shunday deydi. Shuning uchun bizda olib qochgandan keyin olib ketib, o'sha bir oyga ham bormaydi, to'y qilishadi. Shu narsa bor bizda. Yana qanaqa odatlar endi? Albatta bu urf-odatlardan yana bizda sunnat to'y. Bu bizda haligi uylanishdan ham ko'proq rasxod ketadi degan narsa. Hozirgi kunda oldin 2000-yillarda to'yda kamida 14 ta qo'noq boqilgan. Hozirda 9 ta, 8 ta qo'noq boqadi. Bu degani qarindoshingiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha qo'y so'yasiz degan. 12 ta odamga, bitta xonada 12 ta odam kiradi, shunga bitta qo'y so'yib berasiz. Sho'rva qilib berasiz. 12 ta odamga olib kelib tarqatasiz. Shunda aytiladi. Sizlarda bizda et deydi-da, go'shtimiz et deydi. Etinglarni bo'lib beraylikmi yoki o'zingizlar bo'lib olasizlarmi deydi. Bizda bokovul bor, bokovul aytadi. Bakovulda u. Shu qo'yni so'yib qilib. Aytadi, o'zingiz bo'lib bering deydi. Nechta oqsoqolinglar bor, nechta yoshlaringlar bor dedi. Shunga qarab bo'lib. Lekin 12 ta odam. Shu dasturxonga 12 ta odam olib kiriladi, undan oshiq odam olib kirmaydi. Bizni tumanimizda shunday, qoidasi shunday. Qirg'izistonda ham shunaqa. 12 ta jilik deb qo'yadi bizda. Qirg'izlarda 12 ta jilik deydi. Ilikda jilik. O'sha 12 taga bo'linadi. Bitta qo'y 12 taga bo'linadi. Uni bitta oqsoqol bakovul bo'lib beradi. Bakovul bo'lib beradi. Xolasa o'zlari bo'lib oladi. Shu tarafdan hammaga teng bo'linami yo kam-kam? Oqsoqollarga ko'proq tegiladi. O'shaning uchun oqsoqol tovog'i deydi. Keyin to'ylarimizda qo'y so'yiladi. Qo'y so'yilib
osh qilinadi, sho'rva va osh. Oshda ustiga qaynatilgan qo'yni go'shtini ustiga qo'yiladi bizda. Sheralijon, shu osh qachondan beri boshlangan? Menimcha shu chorvadan bizda, mana men yoshligimda eslayman, bizda osh uncha qilinmasdi-da, sho'rva berilardi asosan. Keyin bir jarko'kka o'xshagan bunday qovurib, kartoshka go'sht bilan Bizda oshni yaqinlarda osh qilish boshlandi, adashmasam. Men to'g'risi aniq bilmayman. Sizga aytaymi, men sunnat to'yimda ham osh qilingan, sho'rva qilingan eskitdan. Keyin bizda shu narsa bor, biz o'limlardan shunday qilinadi. Hozir qilmay qo'ydi. Shu 5 yildan beri qilmay qo'ydi. Mashinasiga juda yaxshi fikr bo'ldi. Bu yaxshi. Yaxshi narsa bo'ldi. Oldin endi o'limda unaqa u qiynash kerak emas-da, o'zi shu o'lib turgan oila bo'lsa, unga qaytaga yordam berish kerak-da. Keyin bizda shunday narsa bor, balkim boshqa tumanlarda bordir. Endi o'zimning tumanimda kelib aytay. O'lim bo'lganda qo'shnisi uyda qozon osiladi bizda. Qo'shnisi uyda qilinadi. Bizda ham shu qilinadi, lekin bizda mahalla pul to'playdi. Bu yaxshi. Bizda mahalla pul to'playdi. Kim qancha bersa beradi. Qilinadi. Siz aytganday endi kutilmagan narsada to'yga kutsa, endi to'yini tayyorlanasan. Tayyorlanasiz. Bizda o'limdan pul to'planadi. To'yda ham pul to'planadi, lekin o'limdan biz pul to'planadi. Bu yaxshi. Kimdir qo'y beradi. Yordam beriladi. Yordam beradi. Kimdir qo'y beradi, kimdirlar pul beriladi. Mablag' beradi. Bizda ko'proq hozir mablag'. Keyin bizda mana Rossiyada ishlagan aka-ukalarimiz bor. Biz o'sha o'zimizni qishloq anaqamizda gruppada srazi plastik qiladi. Kim qancha qilsa beriladi. Pul tashlanadi. Yaxshi. Shu narsa bor. Har yili qabristonimizga, mahallamizga qilib o'zi bizda oqsoqol bizda baribir hozirda urug'chilik endi yo'q, urug'chilik emas. Oqsoqol bizning mahallamizda mana o'zbeklar ham bor. Tushunarli bu. Bizda oqsoqol aytadi, qabristonimizga mablag' kerak ekan deydi. Yoki mana bu o'tib qopti, shunga pul yig'inglar desa, hamma bizda mahalla pul yig'adi bizda. Oqsoqol aytgan bizda. Shu narsa bor. Masalan, to'ylarda qanday to'yona, masalan, qancha beriladi taxminan o'rtacha? To'ylarda to'ylarimizda qanday desak? Masalan, o'zingiz qishlog'ingizda masalan qarindosh bo'lmasa-da, masalan, qarindoshga ko'proq berilsa kerak. Qarindoshlarimizda, masalan, mana o'zimizni aka-ukalarimizni o'rtamizda qilsak, amakivachchalarimiz o'rtamizda to'ylarda $100 beramiz. Begona uzoqroq bo'lsa, shu 100 ming, 200 ming har yo'q deganda 3 kilo mol go'shti beriladi bizda. Bizga mol go'shtiga chaqiladida ko'proq. Bu eng kami 100 mingda, taxminan. Shunday bo'lsa kerak. Eng kami 200 ming beradi. Bu yaxshi. Yaxshi. 200 ming beriladi. Eng qizig'i shu bizda hozir ham bor, o'sha har bir aka-ukalar yig'ilib $100 dan beriladi. Bitta men emas, mahallamizdagi boshqa anaqalar ham shunaqa. Qarindoshilik padishga beradi. Ajoyib. Sheralijon, mana albatta urf-odatlarda endi o'xshash taraflarimiz juda ko'p. Mana o'zingiz aytib turibsiz. Deyarli o'xshash mana. O'xshash, albatta. Ovqatlarimiz, mil taomlarimiz juda o'xshash. Endi mana sizlar urf-odatlaring ancha baribir saqlangan. Sizlarda kiyimlarda seziladimi bu tafovut o'zbeklarga nisbatan? Ya bir xil bo'lib ketganmi hozir? Milliy nimasi? Milliy bo'yicha kolorit saqlanganmi, yo'qmi? Bizda bizni tuman bilan Jalaquduq tumanida bor. Hozir ham qalpoqlar kuyov bola bizda обязательно kiyish kerak. Kiyish kerak. Keksalar ham kiyib yuradi. Albatta. Masjidlarga chiqqanda, masjidlarda, bozor, o'sha ko'chada, tadbirlarda bizda kiyiladi. Ayollardachi farq bor? Yo'q, ayollarda farq anaqasi yo'q. Yo'q, uncha bir xil. Lekin bizda Jalaquduq tumani bilan yana bir narsa esimdan chiqib qoldi. Eng Andijon viloyatida eng kuchli qirg'izcha aytganda anaqani saqlaydigan Xonobod shahar bor. Xonobodda ham bor, ha. Xonobod eng nima deydi? Eng jangovar qirg'izlardan biri hisoblanadi. O'zini anaqasini juda saqlaydi. Ularda urf-odat bizda Qirg'iziston bilan sal farqimiz bo'lishi mumkin. Lekin Xonoboddagi qirg'izlar bilan Qirg'izistondagi qirg'izlar bir xil.
urf-odat. O'limi ham, to'ylari ham hammasi bir xil. Faqat shu yer shunday. Bizda lag'jamiz bor-da. Endi shevasini hozir aytaman. Xonoboddagi qirg'izlarda lag'ja yo'q. U sof eski qirg'iz tili. Eski qirg'izcha gapiradi. Misol biz oddiy, biz gugurt deymiz-da, lekin ular shirinka deydi. Endi meni otalarim ham shunaqa degan. Lekin men uyda odatda gugurt deyman. Sherali mana Qirg'izistonda ham baribir adabiy tili bor-ku, televideniyada, kitob tili mana bizda ham adabiy til bor-ku, televideniya, gazeta. Bizda ko'proq baribir eng yaqini menimcha shu Farg'ona vodiysidagi nimalar yaqinroq bo'lsa kerak o'zbek adabiy tilga-da. Qorliqqa yaqinroqda, masalan Samarqand, bu Jizzax viloyatlari ancha farq qiladi, Xorazmki butunlay. Sizlarda ham mana adabiy qirg'iz tiliga eng yaqini qaysi? Shu taxminan qaysida? Qirg'iz adabiyga baribir kitob o'qiysizlar? Albatta. Oldin yo'q edi, hozir ko'payib ketdi. Qirg'iz tilida kitoblar ko'p hozir, Xudoga shukr. Televideniyasini ham ko'rasizlar. Televideniyasi albatta, televideniyasini har doim ko'ramiz. Qirg'iz tiliga qozoq tili eng yaqin til hisoblanadi. 91% so'zlar o'xshaydi. Yo'q, men o'zlaring lag'jalaringni aytmoqchiman-da. Badiiy Frunze mana Bishkekdagi gapirilayotgan tilga qaysi yaqinroq? Endi bizda farq bor. Даже bizni qishloq chevalarimizning farqi bor. Kimdirlar, misol biz qishlog'imizda titat deydi. Qayerdan kelitasin, qayerdan ketitasin degan o'zi chevamiz bizda. Bizni yonimizdagi hozirgi monastirimiz muqur. Ular esa kelyapsanmi, ketyapsanmi deydi. Ular ham qirg'iz. Biz ham qirg'izmiz, lekin shevalarimiz bor. Farq bor. Bizni shevalarimiz men Moskvada o'qib yurganimda o'xshaydi, qumuqlarga o'xshaydi. Bizni Anjondagi qirg'izlarning shevasi qumuq balkarlarga o'xshaydi. Kavkazda. Dog'istonda. Shunday. Ular ham ni ko'p ishlatar ekanda. Hozir masalan mana Issiqko'ldagi qirg'izlar bilan qanday bemalol yo sal yo'q, bemalol gaplashaveramiz. Bemalol gap tushunasizlar, bemalol tushunamiz. Hech qanday nima yo'q. Yo'q. Lekin baribir farq bor. Farq shevada bor. Albatta. Namanganda mana bu Yangiqo'rg'on degan tuman bor, shu yerda qirg'izlar bor. Ularning shevasi bilan bizning shevamiz farqi bor ekan. Men ko'rishganimda sezaman. Lag'jada bilinadi. Sirazi lag'jasida bilinadi. Ular mencha imminni mana buni ayta olmayman, lekin lag'jalarning farqi bor. Bizda anaqamiz qozoqqa yaqin, Qoraqalpoq va No'g'ay. No'g'aylarga biz yaqinmiz. Demak, Qipchoqlarga yaqinsizlar ancha. Biz Qipchoq anaqasida jo'qilab gapiramiz, yaxshi jamon deb gapiramiz o'zimiz. Bilsangiz, bizda sheva Andijon viloyati 2 ga bo'linadi. Sharqiy sheva, janubiy sheva. Sharqiy sheva deyiladi. Bu biz Qo'rg'ontepa tumani, bizning shevamiz boshqa. Jalaquduq, Xo'jobod va Buloqboshdagi qirg'izlar bularning shevasi boshqa, o'zbekga aralashgan va bizniki bo'lsa qirg'iz, ko'proq 90% so'zlarimiz qirg'iz tilida gapiriladi. Mana shevamiz bor. Tushunarli. Endi mana masalan nimamiz, oshxonamizda o'xshashliklar qanday? Ya farqi qanday? Masalan, qaysi ovqat taomlar sizlarda ko'proq? Albatta kulchatay 5 barmoq bo'lsa kerak, yo boshqa. 5 barmoq bizda aytам, afsus tilimni qishdingiz deydi-yu, afsus aytaman. 5 barmoq bizda ancha qilmay qo'ydi. Yo'q-a? Bizda tushib ketdi. Adashmasam o'tgan yili Nanaga bordik-da biz nimaga? O'sha mana Namangandan qirg'izlar bor ekan u yerda. Albatta. Shu yerda bitta choyxonaga kirdik, Sheralijon bir 40 laganmi zakaz qilyapti-da. Mana buyurtma bering. Men jinni bo'lib qolgan, jinnimsa 40 ta kim yeydi uni desam, "Yo, aka bu boshqacha bo'ladi" dedi. Shu tagida kam solar ekan, lekin baribir 40 lagan ko'pdi. Uni yeyishni o'zi bo'ladi. Men aytdim, lekin zo'r shunaqangi mazali bo'ladi. Shu qirg'izlar qildi shuni, qirg'izlar. Bizda ko'p. Bizda aytaymi, bizni bir do'stim aytdi,
men o'zim ko'risha olmadim. U O'zbekistonga kelib, yaqinda keldi. So'radimda, nima o'zgarishlar bor, nima narsalar bor, senga nimasi yoqdi dedi. O'zbekistonda 3 ta narsa ko'p ekan dedi. Biri choyxona dedi. Endi ovqatlanish yaxshi ko'ramiz. Ovqatlanish dedi. Ikkinchi apteka dedi. Uchinchi zapravka, metan zapravka ko'p ekan. Shu tarafi ko'p ekan sizlarda dedi. Choyxona endi u bizni tumanimizga kelmadi, Asaka tumaniga keldi. 5 barmoq qilinadi. Bizlarda ham bor. Qilinmay qo'ydi dedingiz, nima? Qilinmagan sababli o'limlar oldin qilinadi. 40 yillar bor-ku. Uyda ham masalan Uyda qilinadi. hozir kunda qanday? Qilinmay qo'ydi deyapsiz-ku. Qilinadi, lekin to'ylarimizda kam qildi. Oshga o'tib ketdi-da. Osh, asosan bizda osh. Shuning uchun aytdim-da boya, demak u ilgari osh uncha bo'lmagan u. Masalan, ko'chmanchi xalqlar yoki chorvador xalqlarda osh uncha qilinmaganda. Lekin hozir bizda qo'noqda sho'rva qilingandan keyin qo'noqda osh qilinadi. Yoki qovurda qilinadi, yoki osh qilinadi. Ko'proq osh qiladi bizda qo'noq boqsangiz. 5 kilo, 6 kilo oshdan qilinadi deyiladi. Qolgan kuxniya menimcha bir xil. Hamma narsa bir xil. Bir xil. Uni hech qanaqa alohida kuxniya yo'q. Yo'q, men unada balkim sizga kommentariyada sen unaqa, sen qayerdan bilasan deyishi mumkin. Aniq, lekin unday emas. Bir xil. Muloqot. Turkiylar hammamiz bir xil go'shtni yaxshi ko'ramiz. Albatta. Bizda sirazi to'plansa qo'yni so'yib ketdingmi? Qo'y, bor deydi yoki yo'q deganda qo'y so'ymasdan induk olib kel deydi. Bizda induk. Yangi yillarda jo'ra bo'lib bizda induk so'yiladi. Bizda kurka, bizda endi g'ulu deb qo'yganimiz uchun shunday. Kurka mazali-da u. Usuli yaxshi. Yaxshi-da. Endi hozir qo'y qimmatlab ketdi-ku. So'yganga yarasha yo'q degan 25 kiloga qo'y so'yish kerak-ku. Bizda yilqi qanday? Ot bizda hozirda bor, saqlanib. Unaqa so'yib kam-a? Qazi qarta qilish. Yo'q, bizda kam. Qozog'istonda ko'proqda bu. Xonobodda bor. Xonobodda hozir ham bizda jilqi deydi. Jilqi. Ot demaydi, jilqi deyiladi. Ot bizda ko'p. Adashmasam, men akamiz aytdi, o'zi otga qiziqaman-da. Bizda otxona demaydi, bizda saroy deyiladi. Saroy. Saroyda qancha oting bor, jilqing bor deydi, bizda shunday deyiladi. Shundan so'raganimda Qo'rg'ontepa tumanida 1,5 ming ot bor degan. O'tkayligi gap. Balkim kamdir hozir, balkim ko'pdir. 1,5 ming ham uncha kam emas. Oldin ko'p edi. Oldin chorvalar bor edi. Bor edi. Hozir 1,5 mingdek kam dedi. Asaka tumanida bor. Asaka tumanida ko'p. Asosan Adirlik. Asaka ham tekizlik joyi bor. Yaylovlar bo'lsa bo'ladi. Bor. Adirlik tarafida qirg'izlar yashaydi-da. Tekizlik tarafida yashamaydi. Adirlik tarafida chorvachilik bilan shug'ullanadigan qirg'iz to'g'onlarimiz juda ham ko'p. Qirg'izlar ko'p. Buloq boshida ko'p. Sheralijon, bu endi qaysi sohalarda mana faol qirg'iz xalqi? Endi o'zlaringda-da, mana shu Andijon viloyatida masalan, albatta chorvachilikda ko'proq bo'lsa kerak. Bizda ko'p. Dehqonchilik qanday sizlarda yoki boshqa sohalarda qanday bo'lyapti? Bizda hamma sohadan bor, deputatlarimiz bor. Biz mana yaqinda 2 yil bo'ldi, adashmasam o'zimizdan hokim chiqdi. O'zim tumanimiz hokimi. Biz bitta mahalladan Alisher aka degan, Alisher aka Halilov. Shu chiqdi o'zimiz tumandan. Hamma sohada, lekin asosan baribir dehqonchilik va dehqonchilik 90-yillari 2005-yilgacha ko'p kadrlar ketdi bizda. Mana sizga o'xshagan o'qituvchi domla bizda ag'ay deydi. Biz domla demaydi, bizda ag'ay deydi. Ag'ay deydi. Oydinlar ham deyshadi. Ko'proq ag'aylar deydi. Yaxshi, oydin juda ajoyib-ku. Shunday dedi. Shular bizda ko'pchilik chiqib ketdi. Meditsina bo'yicha, kartografiya bo'yicha odamlar chiqib ketdi bizda. Qirg'izistonga ko'chib ketishdi. Afsus. Ular Qirg'izistonda o'qigan. U yoqda o'qigan, baribir qirg'iz tilida o'qiganda. Qirg'iz tilida o'qigan, endi bilasiz, diplom unday bo'ldi, bunday bo'ldi, muammolar bo'lgan endi vaqt kelganda. Hozir muammo yo'q, lekin ana shu kadrlar chiqib ketdi. Ular endi bu yoqqa keladimi, yo'q, bilmadim. Lekin juda kuchli kadrlar chiqib ketgan.
2005-yilgacha kuchli kadrlar chiqib ketdi. Tushunarli. Lekin hozir o'qituvchi, ingliz tili bizda ko'p. Sizlar qirg'izlar yashaydi, endi ko'plab qirg'izlar yashaydigan hududlarda infratuzilma, ta'lim va meditsina imkoniyatlari qaysi darajada? Bizda ochig'ini aytsam, qirg'iz tilida o'qituvchilar bizda kam. Bu endi muammo bor-ku hamma joyda. Sababi qirg'iz tili kiril alfabetida. Tushunarli. O'zbek tili lotin alfabetida. Mana shunisi muammo. Ko'p oilalar o'zbek sinifiga beryapti. Sababi ekzaminda muammo ko'p bo'lyapti dedi. Bilsangiz bizda kiril alfabetida shunday muammo, kadrlar yo'q bizda, kamayib ketgan. Bitta o'qituvchi 3 ta maktabda o'qituvchi ekan. 3 ta maktabda. Endi ismini aytmay qo'yar, o'zi eshitadi meni. Aytadi, "Meni aytdingmi?" deydi. Yo'q, bu yaxshi ekan, bizda o'qituvchilar ish topolmay dars talashib yuribdi-ku ko'pchilik. Sababi u qirg'iz tilida o'qituvchi u. Sababi shu. Ha. Kadr muammosi bizda shunday. Lekin Andijon davlat universitetida fakultet bor ekan. Demak, o'sha fakultetga topshirish kerak ekan ko'proq. Masalan, kimga dars ko'proq kerak bo'lsa. Lekin maktab ko'pda bizda. 24 ta maktab bor. Lekin adashmasam 56 tami student bor dedi. Kimdir aytdi-da, esimdan chiqib qoldi ismini. Yaxshi. 56 ta dedi. Jizzaxda ham bor dedi. Jizzaxda ham Jizzaxda mana Zominda bor-da, yo'q, fakultet bor dedi. Fakultet bo'lishi. Jizzaxda fakultet bor dedi. Men aniq bilmayman, rasmiy qanday ekan, lekin bor dedi. Keyin bizda O'zbekistonda, shuni aytay, O'zbekistonda Bekobodda teatr ochilgan. O'zbekistonda birinchi qirg'iz tili teatr, Manas teatri ochilgan. Qoyil. Hozir suratlari bor edi. Esimdan aqib qolibdi, lekin buni sahifaga qo'yasiz degan umiddaman. Qo'ysangiz, qo'yamiz. Qo'yamiz, xudo xolasa teatr ochilgan. Endi yana bir dolzarb savol, Sheralijon. Umuman qo'shni Qirg'iziston bilan, qo'shnimiz Qirg'iziston Respublikasi bilan bizni O'zbekistondagi qirg'izlarimizning munosabatlari hozirgi kunda qanday? Masalan, madaniyat, bozor, oilaviy aloqalarga ta'siri bormi buni? Albatta. Endi hozir aytib o'tdingiz-ku, ko'pchilik ketib qoldi, o'qimishlilar deb. Orada bilsangiz, chegara yopildi. Bizda ko'pchilik aytadi-da, vodiy desa bizda 3 ta tuman deydi, 3 ta viloyat deb hisoblaydi-da. Mana bu endi vodiy katta-ku, vodiy Xo'janddan bor, Qirg'izistonda 3 ta viloyatdan, uni ko'pi bilmaydi. O'sh, Jalolobod ular vodiyga kiradi. Lekin o'sha O'shdagi qirg'izlar ham biz o'rindamiz, Ferg'ana o'rindamiz deydi. Uni ko'pi to'g'risi aytib bilmaydi. Bizdagilar mana bu Toshkentda vodiydamiz desa, bular 3 ta viloyatdanmi deydi, deb o'ylashadi. Lekin unday emas. U katta. Siz aytganda Sug'diyskiy viloyat Tojikiston kiradi, Botken, O'sh, Jalolobod. Hozirda endi shahar Manas deb qo'yishdi. Oldin chegara yopilib, muammo bo'lib, muammo bor edi. Hozir chiqib kelishlar oson. Hozir bemalol. Bemalol. Har oy ammam keladi. Ammam Qirg'izistonga turmushga chiqqan, Adikat bilan bemalol. Ya biz 2 yil oldinmi nimaga borganimizda, yana qiynaldik-da, Shoxomordonga o'tishimiz. Aytdim, ko'rsatuvdim. Boshqa platformadan. Nurbek aka bilan borgan dedi. O'shanda ancha qiynaldik-da. O'shanda qirg'iz kishilari ham o'tdi-da biz bilan. O'sha qariya keksalar, ular ham qiynaldi-da. Sizlar Vodil bilan o'tdinglarmi, Rishton bilan? Vodil bilan o'tdik. Men o'yladim, bizni o'zbeklarni ataylab qiynayapmi desam, yo'q, qirg'izlar ham qiynalyapti-da. U hammaga bab-barobar ekan. Shunday. Keyin hali qirg'iz kishilar aytdi, mana shu Sovet ittifoqining ahmoqona nimasin deb, mana haligacha qiynalib yuribmiz dedi. Shuni. Ana shu yerda muammo, men ham ko'p eshitaman, lekin bizda do'stlik chegarasi bor. Yo'q, bu yerda 24 soat ishlaydigan bor, Qorasuv postimiz bor, Qorasuv shaharda post bor. Xonobodda Bekobod posti bor. Marhamat tumanida Qorabog'ish posti bor. Paxtabod tumanimizda, sharqda, Paxtabod tumanimizda madaniyat posti bor.
va Namangan viloyatida katta post 24 soat ishlaydi. Bu Uchqo'rg'on posti deydi. Bu do'stlik bilan bir xil. O bemalol u yerda ham Bemalol. o'tib borib keldi. Bemalol o'tib aniqlasiz. Faqat do'stlik bu Ipak yo'li uchun anaqa ko'p. Tushunarli. Kirish chiqish juda ham ko'p. Albatta. Hozirgi kunda bemalol borib kelaverasiz. Bemalol muammo yo'q. Adikat bilan bemalol o'tasiz. Qirg'izistonliklar bizda Qirg'iziston mashina ko'payib ketgan. Bemalol yurib. Bemalol yurasiz. Andijon shaharda ham bor, biz tumanda ham bor. Ko'p bizda. Sheralijon, umuman qirg'iz madaniyatiga, qirg'iz tarixiga oid masalan sizlarning tumanlaringda yoki umuman Farg'ona vodiysida yo boshqa hududlarimizda qirg'izlarga oid masalan ansambl yoki bir qanaqadir markazlar bormi bugungi kunda? Bor, hozir ham bor. Birinchi Jizzax viloyatida ochilgan Qirg'iz madaniyat markazi 92-yil bo'lsa kerak, birinchi ochilgan edi. Meni amakim o'qituvchi bo'lganda, o'sha aytadi, Jizzaxdagi qirg'izlar eng aktivniy qirg'izlar dedi. O'sha 90-yilgi gapni shuni eng birinchi ochilgan do'stlik hozirgi do'stlik tumanida eng aktivnisi bo'lgan dedi. Keyin Sirdaryoda madaniyat markazi bor. Namanganda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Andijon eng katta markaz baribir Andijonda. Albatta. Madaniyat markazi eng kattasi Andijon viloyatida markazi. Qirg'iz madaniyat uyi eng kattasi shu yerda. Masalan, yirik o'sha vakillar bormi? Ish olib boryapti masalan, madaniyatda, san'atda, sportda qanday yutuqlar? Sportda qirg'iz yigitlar baquvvat bo'ladi. Bor. Bizda uloqda ko'p. Uloq chavandoz. Ko'p qaradi, bizda uloq deydi. Bizda mana kecha yaqinda Jizzaxda uloq bo'ldi, biznikilar bordi. Zomindagimi? Biznikilar bordi. Yo'q deganda ko'rib kelaylik deb. Yo'q deganda ko'rib barib olib keladi. Kuchli bu yerdagilar kuchli deb. Lekin mana bu 3 ta tumanda, 3 ta viloyatda eng kuchli uloqchilar Namanganda. Uchqo'rg'on qirg'iz yigitlari. Hozir siz aytgan Nanayda eng olg'ir haligi chopur. O'zi aytadi, Qirg'izistonda eng zotdor, eng yaxshi otlar qayerda desa, Jalolobodda deydi. Jalolobod. Hozirgi Olabuqa, Oqsuv tumanlarida eng toza zo'r otlar o'sha Jalolobod viloyatida. O'shaning uchun Namanganliklar otlari yaxshi. Shuni taqqoslashadi, ya'ni ko'pchilik shunday deydi. Ot qimmat, o'z bilasiz, otchilik qimmat. Demak, mana qirg'izlar bilan o'zbeklar do'st totuv bo'lib, asrlar davomida yashab kelamiz. Umuman bugungi kunda muammolar ham baribir bo'ladi-ku, shu muammolar haqida gaplashsak bo'ladimi? Qirg'izlarda, mana O'zbekistonning qirg'izlarida asosiy muammolar, menimcha ozgina uchini ham chiqardingiz. Menimcha til, infratuzilma, iqtisod yoki madaniy assimilyatsiya mana shularda bormi muammo? Bor. Mana kitob masalasini gapirdingiz. Kitob masalasida oldin haqiqatan men 99-yil maktabga kirgan bo'lsam, 1-sinfga. Kitob umuman yo'q edi. 2006-yili kelgan bizga. O'zbek Cho'lpon bosmaxonasidan deb biz haligi o'pib kitob o'qir edik. Haligi bir tarafdan bu yaxshi-da, chanqoqlik. Albatta. Nimaga? Ilm, fanga. Shunday. Hozir kitoblarimiz ko'p. Qirg'iz tilida kitoblar O'zbekistonda bosiladiganlar juda ham ko'p. Kutubxonalaring qanday? To'lami? Voy, afsus. Men siqilaman. Bizda siz o'zingiz tashkil qiling shuni. Mana nima haligi adashmasam nimada Dima Qayyum tashkil qildi-ku Rishtonda. Ko'rdim. Bizda kitoblar kamayib ketdi. Oldingidek emas. Lekin qirg'iz kitoblar ko'p. Bizning maktablarda ko'p. Qirg'iz kitoblar ko'p. Lekin o'zi chanqoqlik bormi? O'qiydimi bolalar? Bizda bizning mahallamizda mana o'tgan yili o'zimizning qirg'iz maktabida 16 tami bitirishdi. 16 ta bitirdi. Shuni 11 tasi o'qishga ketdi. Jahon tillariga. Demak, chanqash bor o'qishga. Bizda ancha. Bizda oldindan ham aktiv bo'lgan. Bizda ko'pi maktab bitirgandan keyin O'shda o'qigan ko'pi. Jalolobodda,
Bizni ko'p Bishkekda, Qirg'izistonda ko'p o'qigan. Keyin uni diplomi O'zbekistonga o'tmay qoldi. Muammolar ko'paydi. Muammolar ko'p. Endi hozir yo'q deyapti. Men aniq bilmayman. Oldin bo'lgan. Mana ekologik muammolar hozirgi kunda bizda juda mana Toshkent shahrida bilinyapti. Sizlarda qanday? Bizda juda toza. Bizda toza. Men o'sha Nanayga borganda mazza qildim. Salqin, havo toza. Tola tarafga shuni o'tsangiz, bizda suv ombori bor. Bizda ko'proq kampirovat deydi. Kampiravatni platinasi betoni ko'rinib turadi. Shamoli sharqdan bizdan uradi. Faqat g'arbdan botish tarafdan shamol kelsa, Toshkentda yomg'ir yoqar ekan deydilar bizda. Lekin asosan bizda sharqdan uradi shamol. Bizda tog'li. Qo'rg'ontepa tumani, Xonobod, Jalaquduq, Xo'jobod, Buloqboshi va Asakani yarmi tog'li adir, qiradirlar deyiladi. Tog'li hudud hisoblanadi. Shuning uchun sel opasni deydi-ku, sel kelganda o'sha men aytgan tumanlar hammasi yoziladi. Обязательно yoziladi shu narsalar. Asosan qirg'izlar tog'lida. Albatta, endi bu boshida ham aytdik. Men shu hayron qolardim ilgari, qaysi tog'ni eng zo'r so'lim joyiga borsa qirg'izlar qishlog'i bo'ladi. Mana sizga bitta hayratlanardim. Bitta fakt aytay. Bizda 80-yillari bizda hozirgi Yazyovon, Andijon viloyatining Oltinko'l, Ulug'nor tumanlari tekkizi cho'l, tekkizlik. O'sha yoqqa olib borgan va Jizzaxda do'stliklariga ham olib borgan. Qaytib keldi. Shu mana shu biz Sirdaryo viloyatidagi boyagi o'sha 7-sovxozlarda yashaydigan qirg'izlar ham shu ko'chirma qilinganmi? Sizlardan kelinganmi? Olib kelinganmi ekan? Uni bilmadim, lekin do'stlikdagi zominni, menimcha zominni. Yo'q, ular zomindan kelgan zomin qirg'izlari, zomin qirg'izlar. O'zi men sizga aytaymi, bu sal kattaroq narsa hozir anaqani tugatib olsam 81-80-yillar ko'chirgan ekan kolxozga. Hozirgi Iminni o'sha do'stlik tumaniga ko'chirgani qaytib kelishdi. Baribir yo'q. Yasholmabdi. Ajdodlarning nimasi chorlaydi. U yer cho'l deydi, u yer tekizlik deydi. Bizga uni aqamas dedi. Men yaqinda bir tarixiy nimada o'qib qoldim-da. Qirg'izlar endi haliku ozod odamlar tog'larda u haligi burgut kabi u parvoz qilgan odamlar. Haligilarni 30-yillarda nimada NKVD o'sha qiynoqlarga solgan paytda shu bir kishi yozyapti-da, qirg'iz yigitlari chidolmay o'sha yerda haligi o'lib qolyapti nimada deyapti. Bo'g'ilyapti deyapti. Mana xonada u tasavvur qiling. Demak, u odamlar o'sha nimaga o'rganganda, kengliklar, otlarga minib haligi. Shuning uchun haligilar chidolmasdan yorilib ketyapti, yurak deyapti-da. Chidolmasdan boyaga, diqqi nafaslikdan. Toza havoga o'rgangan odam birdaniga diqqi nafasda yomon-da. Ot minib katta bo'lgan. Men ham ot minib katta bo'lganman. Eskilar aytadi, ot o'lsak shu otdan yiqilib o'laylik deydi. Shunaqa degan gap bor. Eskidan shuna gap bor. Shu o'lsam shu otdan yiqilib o'layin deydi. Otdan shunaqa deb eskidan gap bor, shunaqa gap bor. Keyin sizga ko'pchiligi buni biladi, bilmaydimi? Endi bu balkim siz xabaringiz bormi, bilmayman. Qirg'izlar etnikalarga bo'linadi. Subetnis deydi. Subetnis. Buni ko'pi biladimi, bilmayman. Hozir tarixchini ismi esimdan chiqib qoldi. 1970-yili yozilgan Google'da izlab o'qib qoldim. O'shanda aytilgan bular bo'linadi. Albatta bo'linadi. Biz aytganday boyagi Sebey qirg'izlari, Andijon qirg'izlari, Andijonda yashaydigan qirg'izlar, Namanganda Oqsa qirg'izlari, Olay qirg'izlari va Tojikistonda qirg'izlar bor. Bular ikkiga bo'linadi. Hozirda ikkiga. Murg'ob qirg'izlari va Jirgatal qirg'izlari deyiladi. Subetnis bo'lib ikkiga bo'linadi. Murg'ob bu Pomirda yashaydiganlar va Afg'onistonda ham bor. Afg'onistonda qirg'izlar bor. Bu Badaxshonda yashaydi. Ular ham ikkiga bo'linadi. Katta Pomir, kichkina Pomir bular. Va Pokistonda yashaydiganlar bor. Pokistondagi qirg'izlar bor. Ular o'zlarini aytarki urdi qirg'izlar deydi. Urdi tili, shuning uchun urdi. Xitoydan bor, Xitoyda ko'p. Eng Uyg'urda. Uyg'uriston deb
biz Sharqiy Turkiston. Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston, ko'proq Uyg'uriston deydi bizda. Shu yerda qirg'izlar, Afg'onistondagi qirg'izlar, Pokistondagi qirg'izlar va Xitoydagi qirg'izlar arab alfavetidan foydalanadi. Hozirgacha albatta. Ha, eng madaniyatini saqlab turganlar bular o'sha oqsa qirg'izlar, Xitoydagi qirg'izlar eng saqlab turadi. 200 ming, 250 ming qirg'izlar yashaydi. Men bittasi bilan gaplashib qoldim Facebookda. O'sha Xitoy qirg'iz ekan. Shu aytdi, "Sen qayerdansiz?" Men O'zbekistonda qirg'izman dedim. "Sen dedi, men Qirg'izistonga kelib afsuslandim" dedi. "Nega?" dedim. Desam, madaniyatini yo'qotibdi dedi. Madaniyatni yo'qotibdi. 10 ta odamdan 2 tasi qolpoq kiyar ekan dedi. Bu meni gapim emas. U o'sha Qirg'izistonga kelgan oddiy bitta qirg'izdi. Endi mana Afg'ondagi o'zbeklarimiz, Janubiy Turkistondagilar ham bizni ko'rib hayratlanadi. Tamom o'ruslashib ketibsizlar deb qo'ydi. To'shanday gapda. Ha, shunday, xuddi shunday bo'lib, shunaqa dedi. Ularda har doim qolpoq kiyib, o'zining urf-odatlari, ularga sal boshqacharoq. Va Turkiyada yashaydigan Van qirg'izlari bor. Bular Van qirg'izlari 82, 84-yillari Pokistondan, bular ana Afg'on urushida ketgan meni. yo'q, Afg'on urushida emas. Ular Qirg'izistondan mana bu qo'rboshilar. Qo'rboshilarda ko'chgan, Afg'onga ko'chgan, Afg'ondan keyin ular Pokistonga ko'chgan. Keyin Turkiyaga. Keyin uni 82-yilmi, 84-yillari prezidenti borgan ekan. Turkiston Jumhuriyatining prezidenti borganda, o'shanda qozoq, u yerda o'zbeklar ham bor. YouTube'da bor. YouTube'da Pokistonning qirg'izlarni davlat tomonidan borilgani o'shanda aytilgan. Biz o'zbek ham bor, uyg'ur ham bor, hammamiz bitta yerda yashaymiz. Biz tomirimiz bitta dedi. O'sha yerda intervyuda oqsoqol aytadi, biz arig'imiz bir, qabristonimiz bitta. Bu yerda uyg'uri ham bor, qozog'i ham bor, o'zbegi ham bor dedi. Albatta. Biz o'shadan biz bolsheviklardan qochib borganmiz dedi. Ana shular 82-yilimi ular Vanga borgan. Prezident, Turkiya prezidenti tomonidan olib ketilib, o'sha yoqqa ko'chirilgan. Qolgan. Adashmasam Eronda ham bor qirg'izlar. Erondagi qirg'izlar bular Erondagi qirg'izlar Ozarbayjonga, Talishlarga yaqin. Talishlarga yaqin. Ular qozoqlar bilan birga yashaydi. Ular asosan qirg'iz tilida emas, ular qozoq tilida ko'proq gapiradilar. Nima deysiz, Eronda qozoqlar ko'p-ku. Shu sababi. Rossiyadagi qirg'izlar endi ular umuman boshqa. Ular mana bu yerda balkim saqopora bo'lishi mumkin. Hozirgi hakazlar bor-ku. Hakazlar chala qirg'izlar deydi. To'g'ri. Yarim qirg'iz deydi-ku. Bizda ko'p aytadi, bular dedi, chala qirg'izlar deydi. Qolmoqlarga o'xshab qolib ketdi, ular dinni qabul qilmadi, qolib ketdi dedi. Hakazlar ham xuddi shunday. Ular ham qirg'izmiz deydi ko'pi. To'g'ri. Endi hammamiz o'sha Enasoy o'sha taraflardan kelganmizda turkiylarning katta qismi qirg'izlarga aniq. Mana narsa bor, ikkita fakt bor. Siz aytgan qirg'izlar Enasoydan kelganlar, bular o'ng qo'l, so'l qo'lliklar Qirg'iziston Enasoydan kelgan. Va lekin ichkilikdagi 10 ta urug' bular bulg'achi qirg'izlar deydi. Eskidan qirg'izlar. Bular Boburiylar oldin kelgan, ular o'sha yerda turgan. Qandi, Qipchoq, ular eskidan o'sha yerda. Shuning uchun o'ng qo'l, so'ng qo'l tarmog'i ular Enasoydan ko'chib kelganlar deydi. Ichkilik bu ichkilikni keyin aytildi. Bulg'achi deydi o'zi. Asli bulg'achi qirg'izlar bo'lsa, ular eskidan ulardan oldin kelgan. Enasoy ular keyin ko'chib kelganlar bor. O'zi qirg'izlar 3 ga bo'linadi. 3 ko'chish deyiladi. 3 marta katta ko'chish. Oxirgisi bu mana jung'orlar bilan bo'lganmi? Albatta, shunday. Jung'orlar bilan bo'lgan. Sheraljon, mana bugungi kunda qirg'iz va o'zbek xalqining qarindoshligi va birlik istiqbollarida qanday istiqbollar ko'rinyapti? Masalan, qarindosh urug'chilik bo'lyaptimi o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasida? Bor, qiz oldi berdi, bor. Bizda kam. Bizda kam.
Lekin Xo'jaobodda, Buloqboshlarda ko'p ekan, Asakalarda. Bizda 100 tadan bitta beriladi, bitta olinadi. Endi mayli, qarindoshchilik boshqa masala, lekin Lekin birlik zo'r. Birlik, to'y, o'lim baraka, hammasida shu bitta naqllanadi. Bu sen unday bunday emas. Shu biz mahallamizda o'zbeklar ham yashaydi. Lekin biz mana shu mahalla. Bizda hali oldinlari sen mana qishloqdansan, sen kolxozdansan, men mana qishloqdanman. Bizda endi hozir yo'qolib ketdi, oldin bor edi shu narsa. Lekin biz bittamiz. Albatta. Endi haliga sal ko'ngil g'ash bo'lishi mumkin. 2010-yil Qirg'izistonda to'polon bo'lganda, lekin bizda tinch bo'lgan. Ya endi u fitnani boshida boshqa mamlakatlar Haliga shimoliylar bor deyiladi. Shu o'zi u aniq-ku. Bu hech qachon biz qirg'iz, o'zbek, qozoq va boshqa turkiy xalqlar, umuman boshqa, mana tojiklar ham biz bu yerda ming yillardan beri yashaydigan xalqmiz. Biz hech qayerdan kelib bir kelgindi emasmizda, biz azaldan shu yerda yashaymiz. Qirg'iz tili bilan o'zbek tili 78% o'xshaydi. 78%. Tatarlar bilan 79%, qozoqlar bilan 91%. Qoraqalpoqlar bilan 75%. No'g'aylar bilan No'g'ay, Qumuk, Qarachay, Balkar bular bilan biz 69% o'xshaydi tilimiz. Yaqin ekan juda. Juda yaqin. Ko'pchilik aytadi-da, mana shu yerda tatarlar desa bular iminni Qozon tatarlar demas. Ko'pchilik aytadi, boshqalar tatarlar deydi. Yo'q. Bular boshqir desa, men Rossiyada o'qib yurganimda boshqir desam g'ash kelardi. To'g'rimi? Men boshqurtman dedim. Men boshqurt desam, boshqir desam, yo'q dedi. Boshqira desam g'ash kelardi. Boshqortoston dedi. To'g'ri, Boshqortostonda Boshqortoston deylar dedi. Men xafaman dedi. Xafa bo'ldim dedi. Boshqurt dedi. Qirg'iz tilida nima deyiladi desam, keyin qiziqib internetsam boshqurt, o'zbekchasi ham boshqurt. Qozoqchasi ham boshqurt. Men boshqir desam u xafa bo'ldi. Biz o'ruslar nimasiga moslashtirib juda ko'p so'zlarimiz o'ruscha. Mana respublika deydi, mana oddiy men boshida suhbatni boshida aytdim, jumhuriyat dedim. Qirg'iz tilida ham jumhuriyat. Domla O'zbekiston, men ko'pchiligiga gapirsa O'zbekiston jumhuriyati desam, O'zbekiston jumhuriyati emas, respublika-yu deydi. Qirg'iz respublikasi desa, jumhuriyat desam, ko'pi qarshi keladi. 90-yillarda jumhuriyat deyilardi, to'liq hamma shu televideniyada ham. Jumhuriyat deyildi. Keyin yana respublikaga aylanib ketdi shunga. Keyin yana gap suhbat. Endi Sheraljon, mana shu qirg'iz milliy madaniyatini saqlash uchun qanday tashabbuslar amalga oshirilyapti? Nima, masalan, bir milliy katta bir sayillar yoki bir qirg'iz xalq bayramlari yoki yana bir boshqacha ko'rinishlar bormi, o'tkazilyaptimi? Bizda bizni Andijon viloyatini Qirg'iz madaniyat uyi bizni tumanda aktiv emas. Ochiqini aytay, balkim xafa bo'lar eshitib, aktiv emas. Bizni tumanimizda Qirg'iz madaniyat markazi yo'q. Men respublikaga ham chiqdim, Sunnatulla aka degani bor. Shu respublika Qirg'iz markazi, shunga ham aytdim, aka, biz tumanimizga shunaqa ochaylik. Men aytdim, oyligam hech narsa kerak emas. Siz menga ruxsat bering. Bizni tuman bizdan oldingi Elyor aka degan hokimga kirmadingiz? Hokim men joy beraman dedi. Joy beraman dedi. Eng qizig'i mana uni o'zi tashkillashtirish, o'zi Qirg'iz madaniyat uyi tashkillashtirish kerak, har bir bayramning vazifasi. Lekin bizda hokimiyat uyushtiradi. Bizni tumanimizda, men boshqa tuman bilmayman, to'g'risi ochiq bilmayman. Lekin bizni tumanimizda hokim aytadi, biz to'y qolpoq kiyadi, bayramlarda o'tirib bayramni как положено qiladi, qirg'izcha o'ynaydi. U videolari ham bor, Telegram kanallarimizda ham bor. Hozirgi Alisher aka ham xuddi shunday. Undan oldingi Elyor aka bor, Nabiyev dedi. U ham men kirsam, ruxsat olibki, Qirg'iz madaniyat markazidan. Men senga madaniyat bizda katta madaniyat markazi bor-da, Qo'rg'ontepa tumani. O'shanda men senga xona beraman dedi. O'zingga dedi. Faqat vazirlikdan ruxsat olib kelsang bo'ldi. Lekin so'rasam,
u viloyatga aytyapti, viloyat respublikaga aytyapti, o'rtada yo'q. Sarsongarchilik. Endi tashabbus ko'rsatadigan men sizga o'xshagan yigitlarni qo'llab-quvvatlash kerakda. Masalan, qirg'iz tilida masalan radio ochsa bo'ladi, yo gazeta nima qilsa bo'ladi. Biz gazeta 2013-yili gazeta ochamiz deb rosa yugurdik. Bo'lmadimi? Yo'q. Menga telefon qilishib net nomerda balo bormi? Jim yurgandami? Jim yur. O'sha gazetaga sarflaydigan pulingni uyqul, moqil deydi. Mana shu gaplar bo'lgan. Endi har bir xalqda mana shunday nimalar bo'ladi-da, patriotlar, haqiqiy vatanparvarlar, millatparvar odamlar bo'ladi va bu odamlar kamdan kamda sizga o'xshagan, endi hammada bor, entuziazist odamlar bo'ladi-da, entuziazm ko'rsatadigan. Menimcha omad, sizlarga omad tilayman. Baribir bo'lib qilasizlar buni. Endi xudo xolasa Sherali o'zi yonib turgan yigitlardan mana shu yigit masalan o'zi chiqib, mana men bilan anchadan beri gaplashib, Facebookda ham, Instagram, boshqa hamma tarmoqlarda o'zi shu ko'rsatuvni mana shu yerda shakllanishi, bo'lishiga ham aynan Sheralijonning o'zi katta bir turtki berdilar. Rahmat. O'zi bizda ko'p mana gapni oxirida ko'rsatuv oxirida aytay, O'zbekiston qirg'izlar deganda bizda mana bu chet eldagi internet veb-saytlar bor, o'zlari biladi. Va manaqa deydi. Men sizga aytaymi? Haligi ko'chib borganlar, O'zbekistondan Tojikistondan Qirg'izistonga ko'chib borganlar tarixiy vataniga qaytdi deydi. Bizni tarixiy vatanimiz O'zbekiston. Hozirgi Andijon, o'sha Jirgatolga ko'chgan qirg'izlar ham o'sha Jirgatolli qirg'izlar. Men Bishkekli qirg'iz emas-ku. Men g'ashim keladi. Men tutab ketaman. Haligi Napoleon aytganda bir uradi-yu, xuddi mana g'ashim keladi. Tarix qirg'izchasiga aytganda tarixiy mekanidan qaytdi deydi. Meni mekanim bu yoqda-ku. Men ishonasiz, hozir siz bilan men o'zbekcha gapiryapman. Men ishxonamda men qirg'iz tilida gapiraman. To'g'risini aytay, biz bozorlarimizda, to'ylarimizda hammasi qirg'iz tilida gapiradi, domla. Lekin yaxshi-da, o'zingiz ona tilingiz-ku. U nimasidan uyalasin? Muammo yo'q. Men hozir o'zbek tilida gapirgan sababli O'zbekistondagilar shuni bilsin. Men kerak o'zbek tilida xolasanga ana qilaman. Bemalol kerak bo'lsa ko'pchilikdan yaxshi bilan adabiy tilda. To'g'risini aytsam, mana nechta qancha nimalarimiz bor, hatto ona tilimizni yaxshi ham bilmaydi. Ko'p-ku bunaqalar. Otam aytardi, domla. Xunuk yozsang yoz, lekin xato yozma deydi. Otam aytgan. Xunuk yoz deydi. Qancha yozsang xunuk yoz, lekin xato yozma deydi. Uni yozma deydi. Nega yozmay qo'yaver deydi. Ruchkani isrof qilasan, daftar isrof qilasan. Bizda unday emas-da. Muammo va alfabetda muammomiz ko'p. Lekin xudo xolasa men yangilikni eshitdim, qirg'iz tili ham lotin tiliga o'tar ekan. Bu yaxshi. Shunaqaligi nima deydi? Qirg'izistonning veb-saytlarida o'qib qoldim. Bu turkiy tashkilotlarda anaqasida. Turkiy dunyosi birlashyapti. O'sha alfabetga o'tar ekan deyapti. Unga endi mablag' ajratilishi kerak ekan. O'sha qilsa xudo xolasa anaqamiz bitta bo'ladi. Bizda muammomiz shu, kirilcha bizda shu. Lekin lotin tilini bemalol o'qiyman. Qirg'iz tilini 6 soat darslik bo'lsa, biz maktabda 6 soat dars bo'lsa, 5 soati qirg'iz tili, 5 soati qirg'iz adabiyot bo'lgan. Domla. 2 soat o'zbek tili bo'lgan. 2 soat rus tili bo'lgan, 2 soat ingliz tili bo'lgan. Ajoyib. Sheralijon, yana nima tilaklaringiz, fikrlaringiz bor tomoshabinlarimizga? Qirg'iz xalqi haqida, O'zbekiston qirg'izlar haqida baribir endi batafsil biz yoritib bera olmaymiz, bitta ko'rsatuvda, lekin menimcha ancha-muncha axborot olindi. Axborot olindi o'ylayman, o'zi ko'p ma'lumot yo'q. O'zbekiston qirg'izlar haqida ma'lumot yo'q. Men ham rosa titkiladim, kamda. Kam. Mana shuni ko'proq yoritish kerak deb o'ylayman. Endi boyagi viloyat tumanlardagi o'sha qirg'iz vakillari sizga o'xshagan jonboz bir yigitlar, qizlar bo'lsa, buni olib chiqish kerak. Olib chiqish kerak albatta. Bizda ko'p, o'qimishlar juda ko'p.
Ular o'zini ishini qiladi bo'ldi. Menga teginma, men ham hech kimga teginma. Ha, ana. Hozir ko'rasiz kommentariyada nima qilasan? Ya, men bor edim-ku deydi, nimaga buni chaqirding Ha, men undan o'qimishli edim. Yo, unaqalar chiqadi, kelib shuni chaqirdim deydi. Lekin mana o'tganda siz Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov haqida ko'rsatuv qilibsiz. Ancha yaxshi tasvir nima bo'ldi? Ha, zo'r. Masalan, bizni hech ko'p so'kishmabdi, hamma maqtayapti. Yo'q. Men sizga aytaymi? Biznikilar nabrot ko'p ko'rsatuv qiladi. Mana O'zbekistondagi boshqa platformalarda ko'radi. Boshqa platforma nomlarini aytaymi, aytmay qo'yaymi? Shart emas, ha? Reklama qolmasini ko'p ko'radi. Men o'zim Qirg'izistondagi tanishlarim O'zbekiston mana bu ko'proq Napoleonni ko'rish una qilishadi. Endi aytinglar, mana qahvali suhbatlarni ko'ringlar. Ha, qahvali suhbatlarni. Qirg'iz birodarlar. Ha, qahvali suhbatlarni Mana biz ko'ringlar. olib chiqyapmiz. O'zi ko'pchilik ko'radi. Ha, rahmat. Kommentarlarni ko'rsangiz, ko'pi qirg'iz tilida yozilgan, anaqamiz ko'p. Xudo xolasa Tojikistonning qirg'izlar haqida ma'lumot qilishi, ular haqida ma'lumot kam. Domla. Afg'onistonda qirg'izlar haqida hisob bo'ladi. O'zi mana shu zominni qirg'izlariga ham bir borib o'sha yerda ko'rsatib qilsak ham bo'lardi o'zi. Juda zo'r. Muzbuloqda u yer shamoli. Ajoyib. Hali shamoli deb muzbuloqning shamoli deydi-yu. Ajoyib. Borib xudo xolasa mana yangi yildan xudo xolasa o'zimizga borib ko'rsataman tumanimizni. Bahorda boramiz xudo xolasa. Bo'lmasa bahorda. Eng hali chiroyli payti. Ha, ana Lola Xonobodni haliga aytadi-ku, bu yil Farg'onalar bir go'zal bo'lgan. Bor, shunday. Xudo xolasa, nasib qilsa, xudo xolasa o'shada ko'rishamiz, o'shada video ko'rsatuv qilamiz xudo xolasa. Mana Sheralijon, siz qirg'iz ziyoli vakillarni chaqiring, gaplashaylik o'sha yerda. Bir shoirlar, yozuvchilar bo'lsa yoki katta davlat arboblar bo'lsa, albatta chaqiring, mana suhbatlashamiz. Xudo xolasa. Bu albatta katta bir mana o'zbek va qirg'iz va boshqa xalqlarning do'stligi rishtalarini bog'lashda, mustahkamlashda katta rol o'ynaydigan bir nimada bu. Shunday. Bizda mana oxirgi so'z O'zbekistonda qirg'izlar bu O'zbekistonning qirg'izlari. O'zbekistonda qirg'izlar emas, O'zbekistonda qirg'izlar deyishadi ko'p. Lekin O'zbekistonda qirg'izlar. Ular o'sha yerda tarixdan shu yerda Qirg'izistondagilar, u Qirg'izistondagi qirg'izlar. Biz O'zbekistonda qirg'izimiz. Bizni umumiy uyimiz hamma bitta o'zi, Turkiston deylik. Bir davlatni ham ajratish shart emas o'zi. Keragi yo'q. Turkiston mana butun Turkiy o'zbek nimalar. Shunga zaman, men ochiqni aytay, Turkiston deb, Turkiston muxtoriyati deb nimalar bo'ldi? Ana qarang. To'g'rimi? Men tarixda men jaligi yaxshi naqmasam ham, lekin Turkiston muxtoriyati desa, degan. Shunday. Afsus shunday bo'ldi. O'zbekistonda qirg'izlarga kuch-quvvat beraman, omon eson bo'lg'uga. Qirg'izlarimiz butun O'zbekistonni Alloh buyursa, mana jazda dedingiz, jazda xudo xolasa, bahor. Bizda jaz deydi. Xatamaka boramiz ham bahorda. Alloh buyursa boramiz. Xudo xolasa ko'rib, bizni qiradirlarimizni ko'rib, ko'rsatuv qilamiz. Xudo xolasa. Rahmat. Bugun qahvali suhbatlarda bugungi mehmonimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Dardoq qishlog'idan qirg'iz birodarlarimiz vakili, jamoat faoli Sherali Berdiyev bo'ldi. Rahmat Sherali. Og'ay rahmat sizga ham. Xayr, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.